تذكر يوما كنت تعانق لمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Kadirli qarindoshlar, endi biz Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning muhaymin ismiga, bizni bu ismni tixinbak, Rabbimizning qanchalik kuzatkuchi, qandoq qudrat egisi ekanligini bizga tixinbak oshkorlab beradigan amaliy shohid, amaliy misollarni keltirish bilan darsimizni, programmamizni davomlashtiramiz. Musa alayhissalom hammamizga ma'lum. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomni Fir'avin degan maxluqning qashig'iga avatgan vaqtida Musa alayhissalom bilan albatta qirindishi Harun alayhissalom. Avatgan vaqtida nima dedi? Qur'oni Karimda bu oyat tilg'alindi. Sura Tahada. İzhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. İkkinlar beringlar dedi Allah subhanallah. Musa aleyhisselamdan Harun aleyhisselamga. İkkinlar Fir'avinin yeniga beringlar. O haqiqatan haddidan aştı dedi Allah subhanahu. Haqiqatan haddidan aştı. Onun qashqa beringlar. Ve ikkisi dedi ki, sizlar ikkinlar onunga deytdinglar ki qawlan layyinan mulayim yumshoq so'z qilinglar deb shuna dedi. Nima dedi? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Balki o vaz nasihatni qabul qilishi yoki qilmishlardan qilayotgan bu buzuq Bani Isroil selayotgan bu tajovuzchilik, bu Allohga qarshi chiqib o'zini iloh deb e'lon qilgan bu nijis, bu buzuq qilmishidan qo'rqib qilishi mumkin dedi Alloh subhanahu taolo. Fir'avin kim bu? Musa alayhissalom avatilgan Fir'avin kim? Bu Fir'avin Bani Isroil avlodini, Bani Isroilning bütün tug'ilgan, erkek tug'ilgan har qanday Bani Isroilning avlodini o'zining taxtidan qo'rqib o'ltirib o'tadigan shundoq. O'ltirgan. Uning qizlarini bo'lsa shu o'ziga didak qul cho'ri bo'lish uchun, o'zining xizmatini xizmatkor holatida qilib qilish uchun hayot qoldirgan erlarning hammasini o'ltirib o'tgan Fir'avindan iborat maxluq. Kim buning oldiga chiqib, buning oldida so'zlashga kim jur'at qiladi? Qanday kishi jur'at qila oladi? Sening so'zlayotgan so'zing batil, sen haqiqat deb mushunda uning qilayotgan bu davosini, o'zini iloh deb qilayotgan bu davosini yo'qqa chiqarib yolg'on ekanligini e'lon qilishga kimmi qodir bo'ladi? Kimmi jur'at qila oladi? O'ylab boqayli. Uning davlati shu zamonasidagi eng kuchli davlat, qo'shuni eng kuchli qo'shin ana shunda holatda edi Fir'avin. Rabbimiz bu buyruq berilgandan keyin nima dedi? Musa alayhisalomdan Harun alayhisalom dediki, "Qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha." Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. degan oyat nozil bo'ldi. U ikkisi dediki, Musa alayhisalomdan Harun alayhisalom dediki, Rabbimiz biz bu Fir'avin degan maxluqning bizni jazolashga oldirib ketishdan, bizni darhollam jazolab etishini yoki texinbak haddidan eshishidan qo'rqamiz dedi. Bundan qo'rqamiz. Fir'avin degan qanday maxluqlar yuqori dedik. Bundan qo'rqamiz degandan keyin Alloh dediki, qo'rqmanglar dedi. Sizlar qo'rqmanglar. Men sizlar bilan birgaman, asma'u va ara. Anglab turman. Fir'avin degan maxluqning nima deb javob qaytaradiganligini, nima deydiganligini anglab turman va sizlarga nima ish qildiganligini ko'rib turman dedi Alloh subhanahu taolo. O'ylab boqayli. U ikkisining qishig'i berib danglarki, inna rasula robbika, biz sening parvardigoringning elchilarimiz,
sening Parvardigoringning elchilarimiz Bani İsrailni qo'yib etkin. Biz bilan Bani İsrailni qo'yib etkin. Ularni azoblama, ularni qiynama deb shuni dangla dedi. Va dangla ki biz sening qishingga Parvardigoring tarafidan uchuq mo'jiza olib keldik. Uchuq oyat, dalil, mo'jizalarni olib keldik Parvardigoring tarafidan. Ha? Hidoyat. Ha? Vassalamu ala man ittaba'al huda. Xotirjamlik, azobdan qutulib qolish, tinchlik. Ha? Bu nima desa, amallik Allohning hidoyatiga ergashganlarga xosdir. Allohning hidoyatiga ergashgan to'g'ri yo'lda manganlargadir. Haqiqatan bizga shundoq vahiy qilindiki, annal azaba ala man kazzaba va tawalla. Bu Allah'ның möcüzelerini, Allah'ның peygamberlerini yalğanğa çıkargan, inkar kılgan ve yüz ölügen kişilerge Allah'ның azabı bulduğanlıqıdan ibaret. Bu vahiy bizge nazil kılındı, bizge vahiy düşürüldü dep şunda eytanla dep Allah subhanahu taala bu talimatını, bu yol yoruqni berip atır. Yani bu ayetin aldığan bizim şahitimiz Allah dedi ki o ikisiga, Musa aleyhisselamdan Harun aleyhisselamga, inneni ma'akuma asma'u ve ara. Yani men sizlar bilan birga ey Musa ve Harun, men sizlar bilan birga anglab turman, ko'rib turman. Yani Firavun mening qo'limda dedi Allah subhanahu wa taala. Men muhayminman dedi Allah subhanahu wa taala. Men hammani kontrol qiluvchiman. Firavun mening qo'limda. Yani ey mu'min, agar sen Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirsan, muhaymin zat, muhaymin Rabbing ba ekanligiga iman keltirsan, sen onunga tamamen teslim bo'lsan va qalbing hamma nervlaring tatib hammasi rahatlanadi. Qalblaring xotirjamlikka erishadi. Muhaymin Rabbingga yo'lansang, muhaymin Rabbingga iman etsang, sen bo'lgan ishing bu. Hamma jihatdan rahat topsan. Bütün iş Allah subhanahu wa ta'ala'nın qulida. Onun ilmi, kudreti, hamma mahlukatının hammasi Allah'ның qulida. O bütün işinin yuşurun aşkara hamma narsani bilib turadi degan bu e'tiqod. Mu'minga qanchalik rahat beg'ishlaydi, qanchalik iymonini yuksaltadi, qanchalik xotirjam qildi mu'min o'ylab boqaylik.